Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan yangi youtuber, ya'ni Fuzloniy. Yangi deganim nimasi? Ya'ni men YouTube'ga yangi kirib keldim. Asosiysi Minecraft yo'nalishida. Maqsadim esa obunachilar yoki tomoshabinlarni Minecraft yo'nalishiga jalb qilish. Minecraft versiyaga keladigan bo'lsak, o'zimga eng qulayi 1.1.5 versiyani tanladim. Kanalimizda ko'pincha Minecraft haqidagi ba'zi bir ma'lumotlar, modlar yoki shunga o'xshash videolar chiqib boradi. YouTube'dagi nickimga keladigan bo'lsak, nickim hech qanday ma'noni anglatmaydi. Shunchaki jarangdor bo'lgani uchun shu nickni tanladim. Skinim esa unchalik yomon emas, sizlarga yoqadi umiddaman. Buruga keladigan bo'lsak, bu shunchaki modda, e'tibor bermaysizlar. Voy. Men skinimni o'sha Play Marketdagi ilovalardan skachat qilib oldim. Juda ham oson bo'ldi. Mana tug'lan chiroylilarga qarab. Stop chalg'imaymiz. Mana daryolar ham chiroyli. Bo'ldi, endi har 5 sekundga antenna ham buzilib turadi. Xullas, eng asosiysi men YouTube'ga kirib keldim va Minecraft yo'nalishida kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Sizdan talab qilinadigan narsa esa videoga like va kanalimga obuna bo'lish. Chunki 2026-yilgacha 10K bo'lishimiz kerak.